Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun Impuls podkastining navbatdagi sonida ishtirok etyapmiz va shu bilan birgalikda bizning bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb mavzudan biri, bu kiber xavfsizlik masalasi. Bugun aholimizning katta qismi mazkur masala bilan duch kelmoqda. Yaqindagina davlatimiz rahbari boshchiliklarida o'tkazilgan majlisda ham aytib o'tilindiki, ya'ni 2025-yil 3-noyabrdagi majlisda aytib o'tilindiki, ba'zi bir statistikalar keltirib o'tildi. Bu statistikalarga ko'ra 38,5 milliondan oshgan aholimizning 31 millioni bugun internet foydalanuvchisi hisoblanadi va ularning barchalariga bugun mana shu kiber jinoyatchilik, umuman kiber xavfsizlik masalasi ularga aloqador hisoblanadi va shu bilan birgalikda so'nggi 5 yilda kiber jinoyatlar soni 68% ga oshgani hamda 2025-yilning o'zida 46 ming aholimiz kiber jinoyatchilik bilan to'qnashgani va buning natijasida 1.2 trillion so'm mablag'i noqonuniy ravishda o'zlashtirilgani bu bugungi mavzumizning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bugun tanishtirib o'tamiz bizning mehmonlarimizni. Mavlana Zuhriddin Erkinovich, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat fraksiyasi a'zosi va Islombekov Bozorboy Ilhom o'g'li. Bu bizning yangi, ya'ni Cyber University davlat universiteti kiber xavfsizlik kafedrasi o'qituvchisi, mutaxassisimiz bugun bizga mazkur masalani oydinlashtirishda, mazkur masalani ichiga kirishda asosiy bizning mehmonimiz hisoblanadilar. Biz podkastimizda imkon qadar sodda, oddiy tilda, jaydar tilda aholimizga, xalqimizga, bizni podkastimizni ko'radigan insonlarga tushunarli tilda gaplashishga harakat qilamiz va bugun umuman kirish so'zi sifatida birlamchi savol sifatida qo'yadigan birinchi savolim shundan iboratki, hurmatli mehmonlarimiz, umuman olganda bilib ko'rib turibmiz, so'nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlarida, aholimizga qulaylik yaratish jarayonlarida mamlakatimizda juda ham ko'p ravishda amalga oshirilyapti. Lekin shu bilan birgalikda buni xavfli qismlari ham, xavfli tomonlari ham yuzaga kelib chiqmoqda. Mana shu bo'yicha nima fikringiz bormi, Zuhriddin aka? Albatta, boya aytib o'tganingizdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish, sun'iy intellektdan foydalanish bu barchamiz uchun qiziqarli va yangi soha. Buni asosiy maqsadi bizning faoliyatimizdagi qulayliklar yaratish maqsadida tashkil etilganda, deylik mana hozir siz aytganingiz misolda to'lov tizimi ham biz uchun oldingidek naqd shaklda yoki pul o'tkazish shaklidagi emas, oddiygina plastik kartalardan foydalangan holda yana ham shunchalik soddalashib, shunchalik mexanizm avtomatlashtirildiki, QR kodlar orqali pul to'layapmiz hozir. Bir-birimizga oddiy pul o'tkazish yo'llari bilan foydalanyapmiz. Hatto ko'chalardagi, hatto metrolarda oddiy Face orqali ham pul to'lash tizimi yaratildi. Bu bizga qulaylik. Diqqat qilsangiz, biror kishi paynetga hozir pul ko'tarib bo'lmaydi. Uydan turib to'lov qilaveradi. Elektron to'lov, mobil telefonga deymizmi, kommunalkalarga deymizmi, hammasi yaratildi. Lekin shu bilan birgalikda ayni shu qulayliklardan foydalanish davomida ayrim huquqbuzarliklar, jinoyatlar ham sodir etilyapti-da. Bu jinoyatning yangi usullari, boya nazarda tutganingizdek kiber xavfsizlik masalasi. To'g'ri, davlat tomonidan mygov.uz yoki boshqa elektron platformalardan bizga qulaylik yaratish maqsadida qilingan tizimda himoya vositasi bor. Uning kafolatchisi davlat. Lekin insonlarning qo'lida turgan plastik kartasi, ish haqi yoki pensiya, stipendiyasi tushadiganda himoyachisi to'liq davlat bo'la olmaydi. Chunki plastik kartaning egasi sifatida kodni ham, Face'ni ham kartani egasi ta'minlash kerak. To'lov amalga oshiriladigan joyga ham, pul o'tkazib beradigan joyga ham xavfsizligini o'zi ta'minlab berish kerak. Biroq bizning sodda xalqimiz, xabarlaringiz bor, har kuni u yoqdan bu yoqdan ko'rib qolamiz, pulimni yechib ketibdi, pulimni o'g'irlab ketibdi. Lekin hech kim plastik kartaga to'g'ridan-to'g'ri, bilishimcha mana mutaxassis turibdi, plastik kartaga hech kim to'g'ridan-to'g'ri kirib pulni yecha olmaydi. Hammasida plastik kartaning egasi ishtirokchi bo'lib qolyapti. Qaysidir ma'noda o'zi bilmagan holda roziligini bildiryapti. Kelgan parolni aytaveradimi yoki tasdiqlash knopkasini bosib yuboradimi? Yoki o'sha yuborilgan havolaga kirib qo'yadi. Ha, yuborilgan havolaga kirib qo'yadi. Bu o'zining ishtiroki bor albatta. To'g'ri, bu huquqiy savodsizlik bo'lishi mumkin. Texnologiya yoki elektron to'lov tizimini yaxshi bilmasligi mumkin. Lekin buni ham fuqaroning o'ziga, o'sha jabrlanuvchi uchun o'ziga qo'yib berish kerak emas, menimcha. Yurist sifatida aytaman. Biz buni ham ta'minlab berishimiz kerak. Tasdiqlash kodlarini o'zgartirishimiz kerakmi? Texnik sifatida so'rashimiz mumkin. Sizdan shuni so'rardim, savolni to'ldirish maqsadida. Bo'pti, fuqarolarga biz qo'liga plastik karta yoki to'lov tizimlarini qo'liga qulaylik maqsadida yaratib berdik.
Bu hozir statistika to'g'ri va aytib o'tildi. Men ham kuzatgan oxirgi ma'lumotlarimga qaraganda 2024-yilda sodir etilgan jami jinoyatning 44%ni, qariyb yarmini kiber jinoyat tashkil etyapti ekan O'zbekiston Respublikasida. Hozir aytilganidek 2025-yilning o'tgan davrida 46 mingta kiber jinoyat sodir etilgan ekan. 2024-yilda esa 58.800 ta kiber jinoyat sodir etilgan ekan. Bu degani 58.800 ta shaxs aldanib, boya nazar tutganimiz usullari bilan o'zi ishtirokchi bo'lgan holda o'zining mablag'ini jinoyatchilarga berib qo'yapti-da. Buni 62 turdagi kiber jinoyatlar bor ekanki, bular o'sha usullarda jami 1,2 trillion so'm, 1 trillion 200 milliard so'm pul o'tgan yili yechilgan ekan. Buni huquqiy himoya vositalari bormi? Bor bo'lsa qanday shaklda? Fuqarolarga biz o'rgatishimiz kerakmi yoki ta'minlab berishimiz kerakmi? Davlatda yoki kiber xavfsizlik masalalaridagi majburiyatlar qanday hal qilinyapti? So'ramoqchi. Umuman olganda Bozorboy aka, hozir doim biz podkastda shunaqa reja qolamizki, qanaqa ma'nodaki, ko'rgan insonlarimiz to'g'ri tushunishlari uchun, sodda tushunishlari uchun bo'limlarga bo'lib olamiz. Birinchi bo'limimiz shuni qilaylik, ya'ni ko'rsataylik, bugun o'zi mana shu kiber hujumlar qaysi yo'nalishlarda amalga oshirilyapti? Qaysi yo'nalishlardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak va Zuhurning aytganlaridek qaysi yo'nalishlarda biz o'zimizning savodxonligimizni ko'tarishimiz kerak? Bugun kiber hujumlarni qayerdan kutishimiz kerak? Mana shu savolga birinchi javob olsak yaxshi bo'lardi. Demak, hozir Zuhriddin aka yaratilgan imkoniyatlarni plus taraflarini aytib o'tdi. Demak, buni minus taraflari ham bor. Demak, yaratilgan imkoniyatlardan kelib chiqib, bu axborot texnologiyalari rivojlanayotgan zamonda mana bizni shaxsiy ma'lumotlarimizga ham atakalar, ya'ni hujumlarni ko'rinishlari rivojlanyapti. Ya'ni har xil ko'rinishda hujumlar bo'lyapti. Ya'ni eng rivojlangani, hozir eng ko'p qo'llanadigani bu phishing hujumi deb aytiladi. Phishing hujumi. Bu phishing hujumi qanday ko'rinishda bo'ladi? O'rtaga bir yolg'on ma'lumot tashlanadi. Ya'ni eng ko'p tarqalgani bu Telegramda, ya'ni yolg'on qanaqadir Sizga to'yga taklifnoma bor deb yozib yoradiganimi? Sizga to'yga taklifnoma bor, sizni videoda ko'rib qoldim, bu sizmi degan APK fayllar, ya'ni Android operatsion tizimi uchun ishlab chiqilgan fayllar bo'ladi. Bu fayllarni ochasiz va sizni telefoningizga dostуп ochiladi. Ya'ni siz telefoningiz ochilib qoladi. Bu mexanizm qanaqa ishlaydi? Ochildi degani nima? Nimaga imkoniyat yaratiladi? Sizga kelgan hamma SMSlar, sizga kelgan hamma mana bu qo'ng'iroqlar ikkinchi shaxsga ham, ya'ni uchinchi shaxsga ham yetib boradi. Ya'ni sizga kelgan SMSlarni u shaxs ham ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni har bir kelgan kod, har bir kelgan xabar, har bir kelgan telefon qo'ng'iroqlari meni telefonimdan tashqari yana o'sha meni telefonimga buzib kirgan uchinchi shaxsga ham yetib boradi. Yetib boradi. Keyin xohlagan bir sizni bank ilovangizga sizni nomeringizni terib, nomeringiz tergandan keyin mana avtentikatsiyadan o'tayotgan payt sizni telefoningizga kod keladi nomeringizga. Bu uchinchi shaxs kelgan bo'ladi. Uchinchi shaxs bemalol sizni bank tizimingizni buzib kiradi va mana bu plastik kartalaringizdagi pullarni bemalol o'zini hisobiga o'tkazib oladi. Yana rivojlangan turini aytadigan bo'lsak, fake qo'ng'iroqlar bo'ladi. Ya'ni yolg'on qo'ng'iroqlar. Biz bank xodimimiz yoki biz qanaqadir tashkilot xodimimiz. Hozir ko'p uchrayapti bu. Bank xodimimiz yoki klik xodimimiz, payment xodimimiz, bir to'lov operator xodimimiz deydi. Shunaqa yo'nalish, yangi yo'nalish topib olgan o'ziga mana bu jinoyatchilar, kiber jinoyatchilar sizdan telefoningizga kelgan kodni so'rashadi. Ularga hech qachon kodni aytmaslik kerak. O'zi umuman bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qilgan taqdirda ham kodni aytish majburiy emas. Nimaga deganda bank xodimiga sizning telefoningizga kelgan kod kerak bo'lmaydi hech qachon. Ya'ni sizni bank tomonidan sizga yuborilgan kodni tagida ham yozib qo'yadi odatda. Uchinchi shaxsga bu kodni bermang deb. Bank xodimlari bu kodni sizdan so'rashmaydi deb yozib qo'yadi. Shu joyga katta e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni bu kodni o'zingizdan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Bo'lmasa, kimdir bilib qolsa, sizni shaxsiy ma'lumotlaringizga tajovuz paydo bo'ladi shu yerda. Mana shu ikkita asosiy yo'nalishmi demak? Ha, hozirgi kunda asosiy eng ko'p uchraydigan ikkita asosiy mana shu yo'nalishlar. APK fayllar, keyin yolg'on qo'ng'iroqlar, fake qo'ng'iroqlar. Mana shu joyini o'zida, ya'ni bu bo'limimizni boshladik, mavzuni boshladik Zuhur aka. Ya'ni o'sha APK faylni ko'pincha mana phishing deysiz. Ko'rib turibmiz, ya'ni qanaqa ma'nodaki, aytaylik menga keldi mana shu fayl. Men uni ochishga harakat qildim. Ko'pincha shunaqa bo'lyaptiki, mana shu APK fayllar meni kontaktlarimga ham jo'natilinyapti.
Ya'ni men uni havolini ochishim mumkin yoki mana shu fayl yuklab olganimdan keyin meni Telegramdagi boshqa kontaktlarimga, do'stlarimga farqi yo'q. Telegramda nechta 500 ta kontakt bo'lsa, 500 ta kontaktdan barchasiga mana shu fayl avtomatik ravishda ketyapti. Va ko'p ko'ryapmiz. Ayniqsa mana 2024-yil juda ham ko'p bo'ldi. Menga har hafta keldi ustozlarimdan, do'stlarimdan, tanishlarimdan, hattoki begona shaxslardan qachondir birga suhbatlashgan bo'lishimiz mumkin. Ma'lum bir masala yuzasidan Telegramda ularni raqamlari bor yoki men raqam bo'ladi bor. Menga mana shu fayl keldi. Mana shundan aytaylik men yuklab oldim, ochdim. U yog'iga nima harakatlarni amalga oshirishim kerak? Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Demak, yuklab oldingiz, ochganingizdan keyin avtomatik tarzda o'zi shunday dastur yaratilgan, u APK fayl shunday yaratilgan, yuklab olindi, sizni mana bu kontaktingizdagi hammaga avtomatik tarzda yuboriladi. Ya'ni bu qanday ishlaydi? Demak, buni ishlashi kimdir telefonini buzib kira olmasa, sizni kontaktingizdagi kimdir telefoniga o'zini dostupini berib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni himoyalamasdan qo'ygan bo'ladi o'zining telefonini. Shu maqsadda qilinadi bu narsa. Ya'ni qaysidir sizni kontaktingizdan kimdir telefonni tushunmaydigan odam bo'lishi mumkin yoki telefon borasida savodxonligi pastroq odam bo'lishi mumkin. O'zini telefonni himoyalamagan, shunga yetib borgani uchun bu ochadi. Ochgani sababli keyin uni bank tizimiga kirib olib, uni hisobidan pullarni. Ya'ni u ham baribir ham xuddi menga o'xshab yuklab olish kerak-ku. Yuklab olish kerak. To'g'rimi? Ya'ni yuklab olish kerak. Xo'p, men nima qila olaman? Mana yuklab oldim. U yog'iga nima choralarni ko'rishim kerak? 1, 2, 3 nima choralarni ko'rishim kerak? Yuklab olganingizdan keyin bank tizimidagi o'zi sizga xabar beriladi. Bank tizimiga kirish haqida. Demak, shu xabarni ko'rganingizda mana bu bank tizimidagi hamma plastik kartalaringizni har bitta ilovani o'zida bor. Har bitta plastik kartangizdan pul chiqishini, ya'ni pul chiqarishni ilib qo'yadigan, ya'ni kartani bloklab qo'yadigan nimasi bo'ladi. Tranzaksiyalarni bloklashim kerak. Ya'ni tranzaksiya emas, men tushunishim bo'yicha kartani avtomatik ravishda o'zim bloklab qo'yishim kerak. Umuman chiqish kirish tranzaksiyalar. Keyin bu haqida mana shu parolni olgach, mana shu ma'lumotlarni noqonuniy qo'lga kiritgan inson uni o'zi blokni yecha olmaydimi? Bloklaganingizdan keyin uni yechish uchun orada qanchadir sizdan muddat bo'ladi. Keyin siz bu mana sizga bo'lgan hujum haqida bank xodimlariga sразу, ya'ni tez orada ma'lumot berishingiz kerak. Ya'ni hozir shunaqangi jarayonki, ma'lum bir vaqt, aytaylik 1 oy oldinmi, 1 yil oldinmi yoki shu yil davomidami kimdir mana shu APK faylni jo'natdi va men o'zimning tushunmovchiligim, o'zimni ma'lum bir darajadagi bilimsizligim oqibatida uni yuklab oldim va u meni telefonimdan parallel ravishda qancha vaqt foydalanayotganini men baribir bila olmayman, to'g'rimi? Yo'q. Yana bitta joyga aniqlik kiritsak-da, xo'plasak to'xtang, gapingiz bo'lib olayda. Balki biz nazarda tutayotgan kun bo'yi SMS'imizni kuzata oladi va ko'rib o'tiribdi degan prilojiya yo'qdir. Balki o'sha onlayn, o'sha paytda kelib turgan nimadir kuzatib, boshqa imkoniyat cheklangandir prilojiyasida. Ma'lum bir dostup oladi, ma'lum bir vaqt telefoningizga. Bu siz telefoningizni ichidagi kirib hamma prilojiyasini tekshirib o'tirmaydi. Shu sizga kelgan nima bo'ladi-yu? Xabarlar. Shu xabarlarga ma'lum vaqt dostup bo'ladi, bo'ldi. Lekin vaqti qanchaligini bila olmaymiz. Uni bilib bo'lmaydi. Uni eshitmaganman, to'g'risi. Bo'pti. Xo'p, shuni deb o'ylaylik. Shunaqa xavflarni mana bilib o'tiribmiz biz. Bilib turibmiz. Men yechish haqida gapirdim, siz yechayotgan tasdiqladingiz. Xavfsizlik masalasi bo'yicha nima qilyapmiz? Mutaxassis sifatida bizga bir xavfsizlik bo'yicha ham hozir bir qancha ishlar olib borilgan. O'zi mana bu bank tizimlariga keladigan bo'lsak, pul yechish uchun qaysidir banklarda yuz orqali autentifikatsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Shu narsa majburiy qilib qo'yilgan. Ya'ni bu xavfsizlikni oshirish maqsadida shu narsalar qilingan. Ya'ni bankka qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi, o'zingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi, sizligingizni. U yerda bank xodimlari sizdan nimani so'rashadi? Pasport ma'lumotlarini, pasport seriya raqamlarini, ismingizni, hatto men o'zimda shunaqa bo'lib qolgan. Bilmasdan o'zimni tug'ilgan kunimni xatoroq aytib yuborganman, bir kunga almashtirib yuborganman. Keyin bank menga o'zini dostuplarini yopib qo'ygan. O'zimni shaxsiy kartam uchun. Dostuplarni yopib qo'ygan. Men shu bir kunga almashtirib yuborganim sababli.
yaqinda mana shu bank xodimlari bilan gaplashdik. Mana shu jarayonda ular o'zlarining faoliyatlariga va mana shu to'lov tizimlari operatorlari bor bizda. Mana shu operatorlardan ham talab qo'yilayotgan ekan ular yangi xavfsizlik tizimini joriy qilishyapti. Ya'ni bu antifraud xavfsizlik tizimi. Bu ham o'ziga xos bir yo'nalish bo'lib, mana shu noqonuniy pul yechilmalari yoki pul o'tkazmalari amalga oshirilayotgan paytda xavfsizlik tizimi bevosita ishlab ketib, avtomatik ravishda o'sha o'tkazmalarni to'xtatib qo'yish va ma'lum bir vaqt oralig'ida mana shu plastik kartalarni bloklab qo'yish xususiyatiga ega bo'lar ekan. Bu ham bir yangi joriy qilinayotgan xavfsizlik tizimi, bu ham bir yaxshi, ma'lum bir darajada noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin, lekin biz to'g'ri tushunishimiz kerakki, agarda mana shu noqonuniy tranzaksiya amalga oshirilayotganda vaqtida chegaralab qo'yilsa, u pul o'zimizda qoladi. Mana shu narsani biz aholimiz tushunishi kerak va bu narsani qo'llashimiz kerak. Sizni gapingizdan keyin bitta narsani o'ylab ko'rdim-da, mana internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda, televizorda bank, telefon, plastik kartangizni kod kelgan kodni so'rasa aytmang, bank xodimiga kod kerak emas deydigan bizning targ'ibotlarimiz bor-ku. Hozir biz nazarda tutadigan o'sha APKga kirib bo'ldi. Endi nima ish qilishimiz kerak? Nima qilsak, mana pojar bo'lgandan keyin o'chirish mexanizmi bor-ku, baribir yong'in paydo bo'ldi, o'chirishimiz kerak-ku. O'sha o'chirish mexanizmini biz tushuntirmaganmiz deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqda ko'rmaganman. Qadamma-qadam nima qilish kerakligi yo'q. Bunaqa ko'rsatma yo'q bizda. Hatto boya Behzod Toyrovich aytganidek, o'sha kelib bo'ldi, prilojeniyani ochib bo'ldi. Qolgan pulni himoya qilishga, boricha zashta qilishga, siz nazarda tutganingizdek bloklashga harakat qilish bo'yicha biror bir qadamma-qadam ko'rsatmamiz yo'q ekan. Balki qilish kerakdir. O'sha bo'lari bo'ldi, yong'in chiqdi, endi o'chirish masalasini bir tushuntirib berishimiz kerak deb o'ylayman-da. Qadamma-qadam ketadigan bo'lsak, birinchi qadamda boya aytganimizdek aytdik, endi shu targ'ibotini ham qilishimiz kerak ekan deb o'ylayapman-da. To'g'risini aytsam, men ham hozir eshitdim sizdan. To'g'ri, bu xavf menga duch kelmagani, lekin nima qilish kerakligini hozir tushundim. Prilojenelardan qulflaysan plastikni, bankka xabar berasan deb aytilyapti. Kerak bo'lsa bor plastikni o'zgartirasan deyilayotgan gapni. Endi eshityapman. Chunki u ularni yeb qo'ysa-da, tasavvur qilaylik, 4-noyabr kuni, 5-noyabrda pensiya yoki oylik tushsa, ertasi kuni yechib olar ekanda. Xuddi shunaqa imkoniyati bo'lishi mumkin. Imkoniyati qolib ketyapti ekanda unda. Imkoniyati bo'lishi mumkin. Zuhrid aka, mana hozir kiberxavfsizlik masalalari bo'yicha gaplashyapmiz, lekin umuman olganda davlatimizda, mamlakatimizda mana shu yo'nalish bo'yicha vakolatli davlat organi bormi? Kim javob beradi bu masala va kim shug'ullanadi bu masala bilan? Albatta, huquqni qiluvchi organlarni barchasini ham vazifasi hisoblanadi, fuqarolarning huquqlarini tiklash, ta'minlash, xavfsizligini ta'minlash, lekin davlat tomonidan asosiy vakolatli organ etib Ichki ishlar vazirligi tayinlangan. Masalan, Prezidentimiz 30-aprel 2025-yildagi qarorida ham aynan kiberxavfsizlik masalalari bo'yicha alohida yangi normalar belgilandiki, o'shanda ham Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik bo'yicha shug'ullanadigan asosiy vakolatli organ sifatida belgilandi. Bundan tashqari o'sha prezident qarorida ko'p yangi tartibotlar belgilandi. Masalan, bilamizki, Jinoyat kodeksida og'irlashtiruvchi, yengillashtiruvchi holatlar bor. Kiberxavfsizlik, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik masalalari bo'yicha jinoyat sodir etishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, ya'ni kiber jinoyat sodir etish Jinoyat kodeksiga og'irlashtiruvchi holat sifatida kiritilishi ham belgilandi. Bu kelgusida biror bir firibgarlik yoki boshqa pul yetish jinoyatlarida axborot texnologiyadan foydalanilsa, bu og'irlashtiruvchi holat ekanligi, ya'ni jazo yana ham og'irlashtirish lozimligi ham belgilandi. Chunki bu aytib o'tganimizdek, jami sodir etilgan 2024-yil misolida jami sodir etilgan jinoyatning 44% kiber jinoyatga bo'lib qolgan ekanda. Bundan tashqari drop shaxslar degan masala bor. U bo'yicha ham javobgarlik belgilanishi nazarda tutilyapti. Ya'ni bu nima? Drop shaxslar degani o'zining nomidagi plastik yoki sim kartalardan, hisob raqamlardan foydalanishga birovga huquq beradi. Bu qanaqa? Masalan, meni nomimda 4 ta sim karta bo'ladigan bo'lsa, bittasidan o'zim oqilona, toza foydalanaman. Ishda oilaviy masala bo'yicha. Qolgan 3 ta sim kartam esa menga tanish bo'lgan, menga yaqinlarimga nisbatan jinoyat sodir etish imkoniyatini beradigan shaxslarga o'tib qolishi mumkin. Bu ham deylik hozir Telegramda bilamiz, birorta yangi birinchi xabarda yozsangiz, men haqimda qisqa ma'lumot beriladigan qilishdi. Bu ham o'zi xavfsizlik nuqtai nazaridan qildi. Lekin haqiqiy jinoyatchi mening sim kartamdan foydalanib jinoyat sodir etadigan bo'lsa, menga ham qo'shimcha ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik belgilanishi nazarda tutilyapti. Bundan tashqari
banklar uchun ham alohida talab belgilanyaptiki, mijozlarning moliya xavfsizligini ta'minlash banklar oldidagi eng ustuvor vazifa qilinyapti. O'sha pul yechish imkoniyatini beradigan tashkilotlar esa jabrlanuvchining oldida to'liq moddiy javobgar sifatida belgilanishi nazarda tutilyapti. O'sha yechilgan pulga agar bank yoki to'lov tashkilotlarining ehtiyotsizligi, axborot xavfsizligi masalasidagi sustkashligi sabab bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha tashkilotlarda o'zi moddiy javobgar sifatida belgilanishi nazarda tutilyapti. Buni hammasi avvalo ichki ishlar organlari va kiber xavfsizlik bo'yicha shug'ullanadigan mas'ul shaxslarning, tashkilotlarning vazifasi hisoblanyapti. Rahmat. Podkast oldidan bir ma'lumotga duch keldim. Ijtimoiy tarmoqlarda, umuman internetda tanishdim. Umuman jahon miqyosida 2025-yil qiymati bo'yicha kiber jinoyatlar 10,5 trillion AQSh dollariga tenglashtirilayotgan ekan. Ya'ni kiber jinoyat orqali o'zlashtirilayotgan, noqonuniy o'zlashtirilayotgan pul mablag'lari. 10,5 trillion AQSh dollari. Bu juda ham katta raqam va dunyoda ham mana shu kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida, kiber xavfsizlik masalasini ta'minlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Shulardan biri, eng ustuvor yo'nalishlardan biri bu kadrlarni tayyorlash masalasi. Bizda ham bilishimiz bo'yicha mana hozir bizni mehmonimiz Bozorboy aka ham Cyber University davlat universiteti vakilisiz. Bilishimiz bo'yicha, tushunishimiz bo'yicha mazkur universitetimizning asosiy maqsadidan biri mana shu yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlab berish. Va yuqorida Zuhriddin aka aytib o'tganlaridek tashkilotlarga kadrlar yetkazib berish, ularga ko'mak ko'rsatish kadrlar siyosati bo'yicha. Shundan tashqari, ya'ni umuman o'zi Cyber University'ni tashkil etilinishi, uni bugungi kunimiz uchun, mazkur masalamiz uchun, bugungi mavzuimiz uchun ahamiyati va kadrlar qaysi yo'nalishda tayyorlab berilyapti, shu bo'yicha ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz. Demak, universitetlarimiz yo'nalishlariga keladigan bo'lsak, universitetlarimiz yo'nalishlarini bemalol ochiq manba orqali ko'rishlaringiz mumkin. Bu csu.uz degan saytimiz bor. Bu universitetning o'zining sayti. U yerda hamma narsa, yo'nalishlarimiz, fakultetlarimiz hammasi ko'rsatib o'tilgan. Demak, yo'nalishlarimizga keladigan bo'lsak, tizim va tarmoq xavfsizligi muhandisi, keyin internet ashyolari xavfsizligi muhandisi, sun'iy intellekt xavfsizligi muhandisi, dasturiy injiniring xavfsizligi muhandisi va kiber huquq, raqamli kriminalistika, kiber xavfsizlik menejmenti va raqamli iqtisodiyot degan yo'nalishlari bor. O'z universitetimiz yo'nalishlari shularga bo'lingan. Quvvati qancha universitetda? Quvvati qancha talaba bitiradi? Hozir birinchi kursga 1300 ga yaqin talaba qabul qilingan. Ha, demak, faqat birinchi kursning o'ziga. Bu yil bizda birinchi qabul yili bo'lganligi. Xalqaro tajribani va xalqaro hamkorlikni aytib o'tdingiz. Qaysi universitetlar bilan aloqalar bor? Biz hozir o'zini yo'nalishdagi ilg'or universitetlar bilan aloqani yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni bular qaysilar? Bular Stanford universiteti va Xitoydagi Sijian universiteti. Bu kiberxavfsizlik yo'nalishida oldingi o'rinlarda turadigan kuchli 10 talikka kiradigan universitetlar o'zining yo'nalishi bo'yicha. Va O'zbekistonda birinchi universitet bo'lgan, ya'ni Markaziy Osiyoda desak ham bo'ladi. Birinchi universitet bo'lgan Stanford bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Ya'ni Cyber University. Cyber University. Markaziy Osiyodami? Markaziy Osiyoda eng birinchilardan bo'lib Stanford bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydi. Yo'nalishiga ahamiyat berdim. Ya'ni keyingi savolim aynan shundan iborat edi. Yuqorida biz keltirib o'tdik, to'g'rimi? Ya'ni bugungi kundagi kiber jinoyatlarni, bizning mamlakatimizda bugungi kunda amalga oshirilayotgan kiber jinoyatlarni yo'nalishlarini ko'rib chiqdik. Ulardan himoyalash usullarini ko'rib chiqdik. Lekin shu bilan birgalikda texnologiya rivojlanmoqda. Bugun yangi texnologik yechimlar rivojlanib kelmoqda va sun'iy intellekt jarayonlarini turli xil boshqa yo'nalishlarda qo'llash masalasini ham juda ham ko'p kuzatyapmiz. Va deyarli barcha, xususan umuman mobil qurilmadan foydalanuvchi, internet tarmog'idan foydalanuvchi aholilarimizni deyarli juda katta qismi bugun generativ sun'iy intellektlardan foydalanishadi. Shu bilan birgalikda firibgarlar ham mana shu sun'iy intellektdan foydalanish jarayonlarini kuzatmoqdamiz turli xil yo'nalishlarda. Va bugun menga yaqindagina do'stlarim bilan suhbatlashayotganimda aytib o'tishdiki, ularga ham qo'ng'iroq bo'pti. Ya'ni qo'ng'iroq mana shunday qo'ng'iroq bo'lganki, xuddiki do'stimning onalari telefon qilganlar va qiyin ahvolga tushib qolganlarini aytganlar. Va mana shu hodisada meni karta raqamimga pul jo'natib yubor deb murojaat qilingan. Do'stim aytayapti, men onamni ovozlari bilan gapiryapti telefon orqali. Keyin bilsak, bu internetdan o'qib ko'rdik, bu o'sha yangi sun'iy intellekt usullari, ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalar orqali yaratilgan yangi firibgarlik yo'nalishi ekan.
mexanizm deylik buni yangicha. Mana shu jarayonda mana siz aytib o'tdingiz, sun'iy intellekt texnologiyalar yo'nalishida ham sizlarning o'qish dasturinglar bor ekan. Bundan qanday himoyalanish mumkin? Ya'ni yuqorida biz aytib o'tdikki, ikki yo'nalishda himoyalanish usullarini. Va endilikda bugun biz mamlakatimizda ham bunaqa firibgarlarni uchratyapmiz. Ya'ni ular bor ekan va bu orqali o'zi sun'iy intellekt jarayonga, ya'ni firibgarlik, kiberfiribgarlik jarayoniga aralashgandan keyin xavf yuqorilaydimi yoki pastlaydimi? Bu umuman tendensiyaga qanaqa ta'sir qiladi? Demak, hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, axborot texnologiyalari rivojlangani sari, sun'iy intellektlar rivojlangani sari odamlarga bo'ladigan xavf-xatar ham shu zaylda rivojlanib boradi. Ya'ni siz hozir ovozli ko'rinishni aytdingiz. Nafaqat ovozli ko'rinish, sizga shu yaqinlaringizni videosi ham kelishi mumkin, o'zini video xabar ham bo'lishi mumkin. Video xabar ham bo'lishi mumkin. O'zingizni yaqinlaringizni yuzidan foydalangan holda shunaqa sun'iy intellektlar bor hozir. Yuzini skaner qilib oladi, bitta joyga qo'yadi, ovozini ham xuddi shunaqa, yuzini ham xuddi shunaqa. Deepfake usuli. Deepfake usuli. Keyin ya'ni bulardan qanday himoyalanish kerak? Demak, bu yerda tekshirishimiz kerak. Ya'ni sizga qo'ng'iroq bo'ldi, qandaydir qaysidir yaqiningiz sizga gapiryapti, keyin shu o'z yaqiningizga qo'ng'iroq qilib tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni boshqacha bulardan nima qiladigan yo'li yo'q. Bu xavf-xatardan xoli qoladigan yo'li yo'q. Uni ikkinchi martalab tekshirib olishimiz kerak. Shu yaqiningizga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz chiqib, qayta qo'ng'iroq qilish orqali buni aniqlashtirib olishimiz kerak. Ya'ni hurmatli kuzatuvchilarimiz, ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ya'ni deepfake texnologiyasi bu juda ham dunyoda keng rivojlanayotgan firibgarlik texnologiyasi bo'lib, sizni yaqinlaringizni, sizni o'zingizni, yuzingizdan foydalangan holda xohlagan matnni yozib turib, mana shu insonning ovozini, tasviridan foydalangan holda o'sha yolg'on ma'lumotlarni berish orqali sizni ishonchingizga kirgan holatda sizni o'sha pullaringizni, umuman moddiy boyligingizni o'g'irlashga yo'naltirilgan texnologiya, firibgarlik texnologiyasi hisoblanadi. Ma'lumot uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari qo'mitasining qator deputatlari tashabbusi bilan sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan qonun loyihasi ishlab chiqildi. Bu bizda mana Zuhriddin akamlarning xabarlari bor. 3 o'qishda ma'qullandi, Senatga yo'naltirildi va yaqindagina oxirgi bo'lgan yalpi majlisda Senatda ham ma'qullandi. Ana mana shu qonun loyihasida deepfake texnologiyalardan foydalanish uchun qonunga xilof ravishda o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni o'g'irlagan holda, foydalangan holda deepfake texnologiyalarni foydalanib turib firibgarlik amalga oshirilgani uchun javobgarlik ham kiritildi. Ya'ni bugun bizda ham qonunchiligimizda mana shu sun'iy intellekt texnologiyalaridan noqonuniy foydalanish oqibatlarini chegaralash bo'yicha birinchi qadamlar qo'yildi. Keyingi yana bitta muhim yo'nalishimizdan biri bu shaxsga doir ma'lumotlar, Zuhriddin aka, Bozorboy aka. Ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda foydalanish va ularni umuman qo'lga kiritish masalasi bugun qanchalik himoyalanmoqda va milliy qonunchiligimizda Zuhriddin aka shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish milliy qonunchiligimizda qay darajada ko'rsatib o'tilgan va bunga nisbatan qanaqa choralarimiz belgilab o'tilgan? Tushunarli. Bu shaxsga doir ma'lumotlar deganda albatta elektron ma'lumotlar nazarda tutilyapti, chunki kiberxavfsizlik masalasiga mavzuyimizdan kelib chiqib. Biz endi barchamiz hozir bir raqamli asrda yashayapmiz-da. Axborot texnologiyalaridan foydalanadigan holda, ming afsuski, bu raqamli asrda biz bilan birgalikda jinoyatchilar ham yashayapti. Bilamizki, jinoyatchilar doim bizdan bir qadam oldinda yashaydi. Shuning uchun raqamli elektron tizimda bizni shaxsga doir ma'lumotlarimizni himoya qilish masalasida xabaringiz bor. So'nggi yillarda raqamli shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida qonun qabul qildik. Unda hamma normalarni belgiladik. Bundan tashqari shaxsga doir ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish yuzasidan javobgarliklar ham belgilandi. Jinoyat kodeksining 141-moddasi, 141-2-moddasida shaxsga doir ma'lumotlardan noqonuniy ravishda foydalanish, olish, tarqatish, foydalanish hammasi bo'yicha javobgarlik belgilangan. Bu bo'yicha 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan javobgarlik belgilangan. Jinoiy javobgarlik. Albatta, jinoiy javobgarlik. 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan javobgarliklar belgilandi. Kelgusida shaxsga doir mening ma'lumotimni siz olib, istalgan maqsadda foydalanishingizni oldini olish maqsadida belgilangan. Milliy qonunchiligimizda bunga yechim bor ekan. Shu bilan birgalikda biz tan olishimiz kerak, bugun mana shu shaxsga doir ma'lumotlarimiz turli xil platformalarda saqlanyapti-da. Ya'ni xohlagan ilovamizni yuklab olaylik, mobil ilovamizni, u yerda eng birinchi so'raladigan
o'sha ma'lumotlar bu shaxsga doir ma'lumotlar. Hech bo'lmaganda biz ism sharifimizni, yashash joyimizni kiritamiz u yerga, telefon raqamimizni kiritamiz va yuqorida biz aytib o'tdik, firibgarlar bizga qo'ng'iroq qilishadi va to'g'ridan-to'g'ri bizni ismimizni so'rashmayapti. Ya'ni salomlashadida sizni ismingizni aytadi, shu joyda yasharkansiz deydi, hech bo'lmaganda hududni, masalan uchun Toshkent shahri, Samarqand viloyatida yasharkansiz deydi. To'g'ridan-to'g'ri men raqamim unda bor. Ya'ni bilyaptiki, bu mana shu Bekzodning raqami, bu Zuhurning ekan, bu Bozorboy ekan raqamligini bilyapti. Va mana shu jarayonda mana shu platformalar deylik, shu ilovalar bizni ma'lumotlarimizni saqlar ekan, unda saqlash javobgarliklari, unda mana shu xavfsizlik masalasini saqlanishi va shu bilan birgalikda men bir narsani bir ma'lumotda o'qidimki, biz bilamiz mana shu darknet bor, to'g'rimi? Internetning qora tomoni deylik. O'sha yerda shaxsga doir ma'lumotlar hattoki pullanar ekan, sotilar ekan va firibgarlar, kiber firibgarlar mana shu ma'lumotlarni sotib olgan holatda undan foydalanib turib, boyagi yuqorida aytib o'tganimiz kiber jinoyatlarni amalga oshirishadi. Ya'ni o'sha havollar jo'natishadi, APK havolalar yoki qo'ng'iroq qilishadi va hokazo. Mana shu jarayonlarning amaliyotda xavfsizligini ta'minlash qay darajada bo'lyapti deb o'ylaysiz, Bozorboy aka? Hozir bu amaliy jihatiga keladigan bo'lsak, bu har bir boya aytib o'tganingizdek, har bir ilovaga kirayotgan paytimizda kamida ism familiyamizni kiritishimiz kerak bo'lyapti va telefon raqamimizni kiritishimiz kerak bo'lyapti. Buni xavfsizligini kim ta'minlaydi? Buni xavfsizligini shu ishga mas'ul xodimlar ta'minlaydi. Buni ya'ni o'sha ilovani mas'ullari. Ilovani mas'ullari. Ha, shunaqa desak bo'ladi. Ilovani mas'ullari. Keyin bu ma'lumotlarimizni tarqab ketishiga shu xodimlarning mas'uliyatsizligi sababli yoki o'z kasbini suiiste'mol qilyaptimi deb aytsak bo'ladi. Shu yerda uzr so'rayman, gapingizni bo'ldim, lekin shu to'xtalib ketaylik. Ya'ni ularni ko'plab hozir foydalanayotgan ilovalarimiz bu chet el ilovalar. To'g'rimi? Xalqaro miqyosda ishlaydigan ilovalar. Ularning serverlari bizda emas-ku, to'g'rimi? Ya'ni bizni ko'rayotgan muxlislarimiz tushunishlari kerak-da. Ya'ni bu qayerda saqlanadi? Ya'ni bu O'zbekistonda saqlanayotgan ma'lumotlar emas-ku. Demak, shu chet el idorasi bo'lsa ham, boshqa o'zimizning idora bo'lsa ham, o'zimizning ma'lumotlarimiz qaysidir serverda turadi. Masalan, bu olishni ikki xil yo'li bor. Odatda shu serverga hujum uyushtiriladi, ya'ni aytib o'tganimizdek, serverni buzib kiriladi va ma'lumotlarimizni sizib bu yoqqa olib chiqiladi. Keyin ikkinchi yo'li shu serverni himoya qiladigan xodimni o'zi ma'lumotlarimizni pullashi mumkin. Ma'lumotlarni pullashi mumkin yoki serverni buzib kirib o'zimizning ma'lumotlarimizni olishi mumkin. Boshqa uni hech qanaqa yo'li yo'q ma'lumotlarni olishni. Demak, bu ma'lumotlarni olish orqali kiber jinoyatchilar nimaga ega bo'ladi? Sizga qo'ng'iroq qilib o'zini bank xodimi sifatida tanishtirishi mumkin va sizni mana bu telefoningizga kelgan kodni so'rab olib, sizni telefoningizni buzib kirishi mumkin. Ya'ni boyagi suhbatlashganimiz yo'nalishimizga qaytdik. Ya'ni o'sha biz ishlatayotgan ilovalardan yokida ikkita yo'l orqali, ya'ni umumlashtirib ketadigan bo'lsam, hozir siz javobingiz ikkita yo'l orqali. Birinchisi, mana shu tizimda buzib kirish orqali ma'lumotlarni qabul qilishadi, yokida mana shu ilovalarning mas'ul xodimlari ma'lum bir firibgarlik deymizmi buni yoki noqonuniy tarzda uchinchi shaxsga ma'lumotlarni berish orqali firibgarlar keyinchalik boyagi tizimimizga qaytishadi, o'zlarining mexanizmlariga qaytishadi va mana shu zararli fayllarni bizga yo'naltirishadi. Tushunarli. Yana qanaqa holat bo'lishi mumkin? Keyin yana bitta qo'shimcha holatni aytib o'tishimiz mumkin. Yana shu telefon nomeriga borib taqaladi. Telefon nomeringiz orqali sizga qandaydir bir ssilka yuborishi mumkin. Ya'ni siz havola yuborishi mumkin. Ya'ni bu ssilka qanday? Siz katta miqdorda pul yutdingiz. Bu yerga plastik raqamingizni kiriting, telefon nomeringizni kiriting va shu narsalarni hammasini kiritganingizdan keyin oxirida kod kiritish joyi bo'ladi. Demak, sizni mobil raqamingizga kod boradi. Siz borgan kodni kiritsangiz, bu уже hamma narsa siz haqingizdagi, mana bu sizni kartangiz haqidagi hamma ma'lumotlar ochilib qoladi. Ya'ni tizimga kirib olishadi. Mana shu aytib bergan misollarni Zuhurga sal boshqacharoq misolni aytib bermoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali, Messenger yoki Instagram orqali ko'p xabar keladi menga. Ko'p xabar, asosan chet elliklar orqali ingliz tilida xabar keladi. Ya'ni u rasm tagiga izoh beradi, baholaydi, juda yaxshi, chiroyli, yaxshi gapiribsiz va hokazo va hokazo. Shu bilan ya'ni boshlanadi dialog ular bilan.
bizni ko'p turganlarga ogohlantirmoqchiman, ya'ni mana shu muloqotlarga kirish zarur emas, kirmaslik kerak umuman. Sababi oxirida u sizni qiziqtirib turib yoki biror bir va'da beradi yoki yana biror bir lotereyadan yutdingiz deydi, meros qolgan bo'ladi. Meros kimgadir qolgan bo'ladi, sizni qaysidir bir Afrika kontinentida yoki boshqa Yevropa davlatida sizni qarindoshingiz paydo bo'lib qoladi, $1,000,000 sizga meros qoldirgan. Bunaqa narsalarga ishonish kerak emas. Tushunamiz, bizning xalqimiz sodda, oddiy, shu bilan birgalikda ishonuvchan, lekin firibgarlarimiz bundan foydalanishyapti. Behzod aka, hozir aytganingiz misolida yana bir kiber jinoyat turini eshitgan edim. Bir Sardor ismli tanishim aytib berdi, mehnat masalasida. Mana ayrim holatlarda biz ish izlab internetlardan, internet saytlardan bir jozibador reklamalar ko'rib qolamiz. Onlayn ish bor, yuqori daromadli, kam soatli deganda. Shunaqa bir sayt bor ekanki, siz bilan go'yoki hujjatlarni olar ekan, siz bilan go'yoki suhbat tashkil qiladi. Ish beruvchi ishga qanday kirsa, xuddi o'shani suhbat tashkil qilib, hatto suhbatda ham shunaqa yaxshi savollar beriladi deydi. Qancha vaqt ishlashni xohlaysan? Qancha ish haqi olishni xohlaysan? Yana aytadi, qanaqa mashina olishni xohlaysan ish haqlaring evaziga? Ishonchiga kirib. Ishonchiga kirib, uni qiziqtirib, uning kelajagi, orzusi bilan go'yo qiziqayotganday qilib, reklama qilib, keyin suhbatdan albatta o'tadi. Chunki bu harakat jinoyatga olib boryapti. Firibgarlik sxemasi. Biz esa ish izlayapmiz. Bu albatta suhbatdan o'tadi. Suhbatdan o'tgandan keyin u taraf, onlayn ish beruvchi bo'lgan taraf bizga shartnoma tashlab beradi. Mana bu shartnomani olasan, shu havola orqali kirasan, shartnomani olasan, o'zing shaxsiy ma'lumotlaringni kiritib, imzolab tashlab ber. Uni orqasidan biz ishga olamiz, kam soatli, ko'p daromadli ishni taklif qildi. Biz jozibador, xursandmiz. Biz uni ochishimiz kerak, imzolab berishimiz kerak va o'zimizning shaxsimizga oid ma'lumotlar, deylik pasport ma'lumotlarimiz to'liq, ya'ni manzillarimiz, shaxsga doir ma'lumotlar to'liq yetkazib beramiz. Yetkazib berganimizdan keyin albatta biz uni tuzog'iga tushdik. U bizning shaxsiy ma'lumotlarimizdan har qanday maqsadda, deylik boyagidek pul yetish masalasi bo'lishi mumkin yoki kredit masalasi bo'lishi mumkin, hammasida foydalanish mumkin. Hatto ular shu darajaga borar ekanki, men agar ozgina xavfni sezib yoki ikkilanish bo'lsa, ular qayta zvonok qo'ng'iroq qilib, nega imzolamayapsan? Zo'r imkoniyat qo'ldan ketadi, 3 kun qoldi. 3 kundan keyin seni o'rningga boshqa kishi ishga kirishi mumkin. $2,000 ga 6 soat ish juda yaxshi-ku degan yana ham reklamani kuchaytirib, o'ziga jalb qilish choralarini ko'radi. Bu ham bitta xavf, bu ham bitta kiber jinoyat turi ekan. Real xavf. Zuhurniga bilasizmi, mana shu misolingizdan keyin bir narsani o'ylab qoldimda, ya'ni baribirga ham biz bugun ko'p masalalarni gaplashdik-ku. Ya'ni davlat tomonidan amalga oshirilgan ishlar, qonunchilikda amalga oshirilayotgan ishlar, amaliyotda qanaqa joriy qilinadi, firibgarlar qanaqa ishlashadi, shaxsiy doir ma'lumotlarni qayerdan olishadi, undan keyinchalik qanaqa foydalanish imkoniyatlari bor. Lekin baribirga ham yuqoridagi fikringiz, Zuhurniki, ya'ni inson shaxs o'zi ishtiroksiz hech kim uni shaxsga doir ma'lumotlardan ham qonunga xilof ravishda foydalana olmaydi. To'g'ri, bir nechta misollar bo'lyapti, biz eshityapmiz, ya'ni mikroqarz olish masalalari, lekin bu jarayonda ham bank tizimi faollashtirilmoqda, bank tizimi isloh qilinyapti. Mana shu joylar yopilinyapti. Ya'ni unga qarshi ish ko'rsatilyapti. Baribir ham asosiy qismi mana shu jarayonga biz o'zimiz ko'maklashyapmiz firibgarlarga. Ya'ni o'sha telefon orqali ishonch bildirishimiz, ularga o'sha maxsus kodlarni aytib qo'yishimiz yoki o'sha havolaga kirishimiz, o'sha APK fayl bo'ladimi yoki boshqa fayl bo'ladimi, biz zararli fayllarni yuklab olishimiz, ya'ni ular bizni ishonchimizga kira olishyapti. Mana shu jarayonda albatta biz o'zimizni e'tiborliligimizni, aholimiz e'tiborliligini, savodxonligini kuchaytirishimiz kerak. Yuqorida biz aytib o'tdik, ya'ni qadamma-qadam mana shu hujumlar bo'layotgani nima amalga oshirilishi kerak ekan. Lekin targ'ibot jarayoni eng muhim bo'lyapti-da bu yerda. Ya'ni qolgan mexanizmlarimiz, himoya mexanizmlari albatta amalga oshiriladi, takomillashtiriladi, isloh qilinadi. Lekin aholini o'zini savodxonligi, e'tiborini oshirmaydigan bo'lsak, biz bu kurashda yutqizib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun Bozorboyga bu jarayonda, masalan uchun universitetda, san'at tashkilotlarida, hamkorlikda biz yuqorida Zuhurni akam aytib o'tdilar, ya'ni mas'ul organlar bor bunga. Ichki ishlar vazirligi, kiberxavfsizlik markazi, boshqa tashkilotlar bu bo'yicha faoliyat olib borishyapti. Markaziy bank bunga mas'ul o'zini qismi bo'yicha, ya'ni hammaning o'zini javobgarlik qismi bor. Lekin bir aql markazi sifatida universitetlarni oladigan bo'lsak, Cyber University davlat universitetini, bu universitet hamkorlikda mana shu targ'ibot jarayonini amalga oshirishda aholiga qiyin emas, oddiy sodda jaydari tilda tushuntirib berishga qadamma-qadam bu holatda bunaqa qilishingiz kerak, bu holatda bunaqa qilishingiz kerak. Mana shu savodxonlikni oshirishda nima qilyapsizlar?
Demak, hozir bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, har bitta tashkilot bu borada o'zini ishlarini olib boryapti. Ya'ni banklar ham aholini kiberxavfsizlik bo'yicha savodxonligini oshirishda o'z hissasini qo'shyapti. Ya'ni aholiga nima qilish kerakligini aytyapti, kodlarni berma, shunaqa narsalarni keyin ichki ishlar organlari ham aholini ogohlantiryapti bunaqa xavflarni oldini olishda. Shu bilan birgalikda bizning universitetimiz Cyber Clinic loyihasini yo'lga qo'ygan. Bu loyiha nima qiladi va bu loyihaning maqsadi nima? Bu loyihaning maqsadi aholini kiber hujumlardan ogohlantirish va kiber hujumlar borasidagi bilimlarini, ya'ni savodxonligini oshirish. Keyin bu yerlarda nima o'rgatiladi? Asosan kiber hujumdan qanaqa saqlanish, kodni birovga bermaslik, bank tizimlaridagi, ya'ni bank ilovalariga to'g'ri kod qo'yish, ya'ni takrorlanmaydigan, bir-birini takrorlanmaydigan kodlarni to'g'ri foydalanishni o'rgatish, ya'ni bazaviy bilim, ya'ni shular beriladi aholiga. Birlamchi tushunchalar, foydalanish jarayonidagi birlamchi tushunchalar berib o'tiriladi. Hozirda bu narsamiz Toshkent viloyatida ko'rilyapti. Keyinchalik rejalashtiryapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va qolgan viloyatlarda ham o'zini filialini ochib, shu narsani kengaytirishni ko'rib chiqyapti. Ya'ni bu Cyber Clinic loyihasi hozirgi paytda, hozirgi darajasida Toshkent viloyatida faoliyat olib borayotgan bo'lsa, keyinchalik viloyatlarimizda umuman butun respublika bo'yicha faoliyatini davom ettiradi. To'g'rimi? Va asosan mana shu targ'ibot ekanda, to'g'rimi? Targ'ibot jarayonida sizlarning qo'shayotgan hissangiz. Ha, bizning universitetning qo'shayotgan hissasi shundan iborat. Ya'ni aholini kiber hujumdagi savodxonligini oshirish. Ya'ni shu kiber hujumlarning sonini kamaytirish, bundan aziyat chekayotgan odamlarni sonini kamaytirish. Umuman olganda, Zuhriddin aka, Bozorov aka, bugun harakat qildik. Mana shu mavzuimiz juda ham dolzarb. Kiberfiribgarlik, kiberxavfsizlik masalalari, firibgarlikdan himoyalanish jarayonlari. Uni ko'proq ochib berishga harakat qildik va bizning tomoshabinlarimizga sodda tilda tushuntirib berishga, uni himoyalanish jarayonlarini, qadamlarini tushuntirib berishga harakat qildik va eng muhim joyiga keldik, ya'ni qismiga desak ham bo'ladi, bu xulosa qismi. Ya'ni biz bugungi qisqa bo'lsa ham katta mavzuni qisqa vaqt ichida ochib berishga harakat qildik, lekin shu jarayondan kelib chiqqan xulosalarimiz qanday bo'ladi, Zuhra aka? Siz boshlab bersangiz. Boya aytganimizdek, biz raqamli asrda yashayapmiz. Avvallari bizni seyfimiz yoki mol-mulkimiz uyida yoki biror joyda saqlangan bo'lsa, hozir oddiygina axborot, ma'lumotlar bazasi bizning seyfimiz hisoblanadi. Seyfimizni oldin qanday qo'riqlagan bo'lsak, ehtiyot qilgan bo'lsak, hozir ham ehtiyot qilishimiz kerakki, ma'lumotni birovga bermaslik orqali. Gapimizni boshida aytdikki, hech qaysi kiber jinoyatchi bizni ishtirokimizsiz pulimizni yechib ola olmaydi. Albatta ishtirok etamiz. U qanaqa huquqiy savodsizlik yoki texnik savodsizlik oqibatida. Haqiqiy adolat esa biz o'sha fuqarolarning, iste'molchilarning huquqini, avvalo xavfsizligini ta'minlash, keyin esa kelgusida buzilgan huquqini tiklashni bo'yicha aniq huquqiy mexanizmlarni yaratish. Mana bu orqali biz haqiqiy adolat ta'minlab beramiz. Hozir men ko'p narsa oldim mutaxassisdan. Buni ham ertaga aholiga biz yetkazib bera olishimiz kerak. O'zining xavfsizligini avvalo o'zi ta'minlash kerakligini, qolaversa davlatning vazifasi ekanligini ham yetkazib bera olishimiz kerak. Shu bilan birgalikda albatta kiber jinoyatchilar yangi mexanizmlarni ishlatishayotgan ekan, biz ham qonunchilikda undan himoyalanish mexanizmlarini joriy qilishimiz kerak. To'g'ri. Bozorov aka, sizning fikringiz? Demak, xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, yuqoridagi hamma narsalarni o'rgangan holatda o'zlarimizni ma'lumotlarimizni hech kim bilan bo'lishmaslik kerak. Ya'ni bu ma'lumotlarimizni bo'lishligimiz bu o'zlarimizni moddiy tarafimizga zarar yetkazib qo'yishimizni ta'minlab qolishi mumkin, o'zlarimiz bilmagan holatda. Bugungi Impuls podkastimizda juda ham muhim mavzuni bo'yicha suhbatlashdik va bir narsani tushundimki, bugun kiber xavfsizlik jarayonlarida ko'nikmalarni olishimiz uchun eng birinchi o'zimizni e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Eng birinchi mas'ul shaxs bu bizni o'zimiz. Biz o'zimizni to'g'ri himoya qila olsak, mana shu himoya qilish jarayonlarini, to'g'ri ko'nikmalarni ola olsak, uni o'rgana olsak, demak biz o'zimizni, oilamizni, mablag'larimizni, pullarimizni himoya qila olgan olamiz. Shaxsiy doir ma'lumotlarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ilovalardan to'g'ri foydalanishimiz kerak va umuman media savodxonligi, kiber savodxonlikni ko'proq kuchaytirishimiz kerak. Bunda esa bizni parlamentimizni ham, bizning ta'lim dargohlarimizni ham, bizning vakolatli organlarimizni ham o'ziga yarasha mas'uliyati albatta bor. Biz uni davom ettiramiz, yanada kuchaytiramiz va o'zaro hamkorligimizni davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat.